Ba'zi bir paytlarda palonchi mana u yerda tug'ilgan, bu bizning odam deb tortishuvlar, bu mahalliychilikka kiradi. Masalan, o'sha Boburni yoki Mashrabni mana bu yerda tug'ilgan, bu yerda tug'ilgan degan talashuvlar, ularning keragi yo'q. Endi xalq orasida eng mashhur bo'lgan insonlar bor. Mana shularning tug'ilgan joyi boshqa, lekin ular xalqimiz uchun, millatimiz uchun juda ko'p xizmat qilganlari bor. Masalan, aslida Andijonda tug'ilmagan, lekin uning butun nomi Andijon bilan bog'langan bir kishi bor. Bu Muhammad Alixon. Xalq orasida Dukchi Eshon nomi bilan mashhur. Aslida u Farg'onada tug'ilgan. Bolaligida ota-onasi bilan, butun oila bilan Andijonga ko'chib kelgan. Mingtepayda katta bo'lgan. O'sha yerda madrasada o'qigan, boshqa bo'lgan. Mingtepani bilasizlar, hozir Marhamat deyiladi. Ana shu yerda o'sgan inson. Andijon qo'zg'oloni, xalq orasida Dukchi Eshon qo'zg'oloni nomi bilan mashhur bo'lgan qo'zg'olonning rahnamosi Muhammad Alixon bo'ladi. Asli Farg'onalik. Lekin uning qilgan ishlari aynan Andijonda bo'lganligi uchun ham u andijonlik deb hisoblanadi. Dukchi Eshonni bilamiz. Juda yaxshi, bilimli, har tomonlama yetuk inson bo'lgan. U Chor Rossiyasiga qarshi isyon, qo'zg'olon ko'targan, xalqni ortidan ergashtira olgan haqiqiy qahramon bo'ladi, vatanparvar, millatparvar inson. 1898-yilda Andijonda juda katta qo'zg'olon bo'ladi. Bu qo'zg'olonga Muhammad Alixon, ya'ni Dukchi Eshon boshchilik qiladi. Mana shu qo'zg'olonda bir holat bo'ladi. Qo'zg'olon kechasi yuz beradi. Hammani chorlagandan keyin askarlar yotgan kazarmaga hujum qilishadi. Soqchilarni hanjar, pichoq, qilichlar bilan o'ldirishadi. Keyin uxlab yotgan askarlarni bir chekkadan o'ldira boshlashadi. Shu paytda bir notarvorroq odam bo'ladi. Shu qo'lidagi qurol yerga tushib ketadi. Taraqlab ketgandan keyin boshqa askarlar uyg'onib ketadi. Agar mana shu narsa bo'lmaganda anchagina dushmanni yanchgan bo'lar edi. Xullas, Dukchi Eshon qo'zg'oloni bostiriladi. Yuzlab insonlar o'ldiriladi, to'pga tutiladi. Eng katta rahbarlar dorga osib o'ldiriladi. Bularning orasida Muhammad Alixon, Dukchi Eshon ham bor edi.